Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana spalni bo'ladigan transformer divanimiz ham tayyor bo'ldi. Ichlarining razmeri 1.5 bo'ladi. Qo'llari bilan joyiga egallashib 1.70 joyga tushadi. Bu funksiyalarni ko'rsatib o'tamiz. Materiallari mo'yshi, xudo xolasa ishlashlari yengil. Bu doskasi jurnali stoli 70 ga 1.71 bo'ladi. Bu yakka spalni holati. Spinkalari mana ikki xil funksiyada turadi. Bu yotoqroq, bu sal tikkaroq variantda. Qaytarib qo'ying. Orqalari material bo'ladi, xudo xolasa. Ishlashlari mana yengil. Spalnilarni ochib ko'rsatingchi. Xudo xolasa mana mexanizmlarimiz rossiyskiy temir mexanizmdan, yaxshisidan. Ikkita pufiklari bor. Endi shu holati 1.40 ga 2 metr bo'ldi. Uzunasi 2 metr, eniga 1.40. Qo'llari bilan 1.70 joyga tushadi. Pastki nomerlar aloqaga chiqaveramiz. Xohlagan rangingizda tayyorlab beramiz. Rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor.